Assalomu alaykum akalar, ukalar, opala-singillar. Trenboy to'g'ridan to'g'ri Qo'yliq vodiy pitanasidagi gapiramiz. Avtobuslarimiz O'zbekiston, Rossiya hamda Qozog'istonda bo'ladi. Davlat tomonidan qo'yilgan resmi avtobuslar. Kimda-kim Toshkentdan, Krasnodar, Saratov, Volgograd, Rostov-na-Don, bundan tashqari Moskva, Sankt-Peterburg shaharlariga ketmoqchi bo'lsa, haftada 4 kun Moskva shahriga, haftada 2 kun Krasnodar shahriga reyslarimiz qo'yilgan. Avtobuslarimiz ideal holatda. Konditsionerlar, zaryadnilar, hamma narsaligi bor. Ketmoqchi bo'lgan yoki kelmoqchi bo'lgan ukkalarimiz qanday joyda band qilaman deydi. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarimizda WhatsApp hamda Telegram bor. WhatsApp yoki Telegramda pasportlaringizni tashlaysizlar. To'lovlarni qachonki kelasizlar, Qo'yliqqa avtokassamizga kelib to'lovlarni amalga oshirsanglar bo'laveradi. Bu men pasport tashlab joyda band qilib pul to'laymanmi degan ukalarimiz uchun aytyapmiz. Shunaqa gaplar. O'zbekiston, Rossiya, Qozog'iston nomerida avtobuslar ideal holatda, sostoyaniyasi go'zal. Haftada 4 kun reyslarimiz. Bundan tashqari Novosibirsk shahriga ham bor, Cherezniy reyslarimiz bor. Juft kunlarda. Ketish kelish istagida bo'lganlarga ishonch bilan ekranda. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.